Finlandiya mustaqilligidan Uyg'urlarga nazar. Finlandiyaning mustaqillikka erishish jarayoni Uyg'urlarga bir qism qimmatli savoqlarni berdi. 1809-yili Shvetsiya Rossiya imperiyasi bilan bo'lgan urushda mag'lub bo'lib, Xamina kelishimiga imzo qo'yishga majbur bo'ldi. Shuning bilan Shvetsiya Finlandiya zaminini Rossiya imperiyasiga kesib berishga majbur bo'ldi. Shuningdan boshlab Finlandiya Rossiyaning tarkibidagi bir avtonom rayon sifatida mavjud bo'lib turdi. Gerçi Finlandiyaning o'z hukumati, qonunlari va ma'muriy sistemasi bor bo'lsa-mu, ammo u Rossiya imperiyasining hukmronligi ostida tashqi ishlar va harbiy jihatda Rossiyaga beqindi bo'ldi. Finlandiya 1900-yillarga kelganda Rossiya imperiyasi zaminining bir chegara rayoni bo'lish salohiyatidan qutulib, bir zamonaviy va ilg'or rayonga aylandi hamda 1917-yili 6-dekabrda Rossiya imperiyasidan ayrilib mustaqil bo'ldi. Finlandiya xalqining Ruslar qo'lidan qutulishdagi bir qism tajriba savoqlarini rossiyalik pop, jurnalist va ijtimoiy faoliyatchi Grigoriy Petrov o'zining 1909-yili rus tilida nashr qilgan Oq Layli davlati degan kitobida bayon qilgan. U yakunlagan asosli tajriba savoqlar Finlandiyaning milliy uyg'onishi, universal ma'arif, jamiyatning uyushish kuchi va iqtisodiy kuchi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Petrov apandi kitobida Finlandiyaning qanday qilib kollektiv tirishchanlik, madaniyat iftixori va milliy qimmat qarshi orqali yaklangan, ezilgan bir millatdan taraqqiy qilib kuchli bir jamiyat barpo qilganligini bayon qiladi. Bu kitob Finlandiyani kichik davlatlarning ulgusi qilib ko'rsatib, asosiy qatlam taraqqiyotining roli va milliy kimlikning shakllanishining muhimligini ta'kidlaydi. Bu kitob boshqa ko'plagan tillarga tarjima qilingan bo'lib, 1928-yili uning turkchasimi nashr qilingan. Uningda ilgari surilgan ideyalar dunyodagi ko'plagan milliy ozodlik harakatlarining vujudga kelishida turtkilik rol o'ynagan bo'lib, uning ichida Turkiya Milliy ozodlik harakati bor. Turk tadqiqotchi Yasmin Baubek bilan yana bir tadqiqotchi Korxonan 2024-yili Jamiyat va tarix haqidagi selishtirma tadqiqotlar degan jurnalda bir parcha ilmiy maqola e'lon qilib, mundaq ko'z qarashlarni o'ttirg'a qo'ydi. Turkiya Cumhuriyatining dastlabki mezgillarida Turkiya millatchilari Petrov apandining Oq Layli davlati degan kitobidan zo'r ilhom oldi. Osmanlı imperiyasidan keyingi bir zamonaviy davlatni barpo qilmoqchi bo'lgan turk ziyolilari kitobning asosli ideyalarini o'zlariga tatbiqlab, kamolizmchilarning zamonaviylashish va milliy kimlik ideyalarini ilgari surdi. Petrovning kitobi g'arbliklarga tava bo'lmagan taraqqiyot andizasini o'ttirg'a qo'ygan bo'lib, Turkiyaning sekulyar millatchilik nishoniga mos keladigan kollektivizm va milliy intizomni ta'kidladi. U kitob Turkiyadagi ma'arif islohoti va yangi ommaviy fikrlarning vujudga kelishiga ta'sir ko'rsatib, Turkiyaning imperiya chambarkidan halqagan bir yangi davlat qurish tirishchanligini kuchaytirdi. Xitoy Kompartiya mustamlikachilarining diktatorlik kontrolligi, yuqori texnikalik nazoratchiligi va dunyoviy ta'siri tufaylidan Uyg'urlarning ahvoli Finlandiyanikidan ko'rinarli farqlanadi. Sharqi Turkistonda Uyg'urlarning asosiy qatlam harakatlarini ilib berishi qat'iy mumkin emas bo'lg'achqa, Uyg'urlar kuchini butunlay diasporadagi harakatlar va xalqaroliq lobbichilikga markazlashtirishga to'g'ri keladi. Finlandiyaning davlat qurish andizasi Uyg'urlarning o'z kimligini kuchaytirib, o'z madaniyatini saqlab, o'z mustaqilligini qo'liga ola oladigan bir kelajakni vujudga chiqarish uchun bir umidvor asos bilan ta'minlaydi. Ashundaq prinsiplarni asos qilib, Uyg'ur faoliyatchilar o'z siyosiy da'vosini qattiq bostirishga bosh egmay davomlashtira oladigan bir parlaq madaniyat va yuksak darajada birlikka keltirilgan milliy kimlik uchun asos yarata Petrovning kitobi bilan Baubek Korxonanning ilmiy maqolasini diasporadagi Uyg'ur siyosiy da'vosiga tatbiqlaganda tuvandagidek yetakchi ideyalarga erisha olamiz. Albatta, bu yerda bayon qilingan bir qism ishlarni Dunyo Uyg'ur qurultiyiga o'xshash bir qism tashkilotlar va ko'plagan Uyg'ur faoliyatchilari izchil qilib kelyotdi. Birinchi, chegara rayonda davlat qurish. Petrovning
Aqlayli davlati degan kitobi Finlandiyaning ma'arif, madaniyat birligi va iqtisodda o'z-o'zini qamdash orqali Rossiya imperiyasining chegara rayonidan bir ittifoqlashgan zamonaviy davlatga aylanishini tasvirlaydi. Maqolada turk millatchilarining bu modelni qanday qilib o'z muhitiga moslashtirib, milliy kimlik va taraqqiyot engini yetiltirganligi gavdalantiriladi. Uyg'urlar Sharqi Turkistondagi madaniyat bostirishlari va irqiy qirg'inchilikqa duch kelgan va chatga qiqilgan millat bo'lish sifati bilan Finlandiyadan ulgu elib, asosiy qatlam orqali davlat qurish yoki davlatni ozod qilishni muhim o'ringa qo'yish kerak. Ma'arif, til, an'ana va madaniyatni qo'g'dashni oldingi o'rniga qo'yib, diasporada yashayotgan va bostirilayotgan sharoit ostidami Uyg'urlarning kollektiv milliy kimligini kuchaytirib, shu orqali kelgusida o'z vatanini Xitoy kompartiya mustamlikachilar qo'lidan ozod qilishga asos solish lozim. 2. Chegara halqagan ilhom va moslashish. Maqolada turk ziyolilarining Petrovning ideyasini qanday shaklda tanlaganligi, xristian tushunchasiga o'xshash o'zlariga mos kelmaydigan elementlarni chiqarib etish bilan bir vaqtda ularning millatchilik nishoniga mos keladigan chet el tushunchalarini qaytadan sharhlaganligi ko'rsatilgan. Bu davlat qurishda o'xshamagan madaniyatga tava qavmlarning bir-biridan o'rganishning kuch-qudratini namoyon qiladi. Uyg'ur faoliyatchilari muvaffaqiyat qozongan mustaqillik harakatlarining dunyoviy tushunchalarini qabul qilishi va ularni o'zlariga moslashtirishi lozim. Uyg'urlar o'z davosini kishilik huquq va o'z taqdirini o'zi belgilashdek universal qimmat qarashi bilan birlashtirib, o'zlarining madaniyat alohidaligini saqlab qolish bilan birga Xitoy kompartiya hokimiyatining assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilikni to'xtatish haqida xalqaro jamoatga murojaat qilish kerak. 3. Ma'arifdan harakatlantiruvchi kuch va qarshilik ko'rsatish kuchi sifatida foydalanish. Petrov o'z kitobida ma'arifni Finlandiya taraqqiyotining asosiy deb ta'kidlagan bo'lib, bu ideyani turk islohotchilar bir intizomchan va zamonaviy davlat qurish uchun qabul qilgan. Maqolada shu ideyaning Turkiya ma'arif islohotining vujudga chiqarilishidagi roli muayyanlashtirilgan. Xitoy kompartiya mustamlikachilari Uyg'ur tili va madaniyatiga cheklama qo'ydi. Shundaq bo'lsa-mu, yer osti maktablar, diaspora ma'arif programmalari va internet kurslariga o'xshash tadbirlarga tayangan ma'arif Uyg'urlarning milliy kimligi bilan tarixini saqlab qola olishi mumkin. Uyg'ur yosh avlodlarga o'z meroslari va o'z huquqlari haqida bilim berish orqali ularda Xitoyning milliy yo'qotish siyosatiga qarshi turadigan ruhni yetildirib, ularni kelgusidagi mustaqil Uyg'ur davlatining liderlari bo'lishga tayyorlig'i bo'ladi. 4. Universal prinsiplar orqali xalqaro jamoatni harakatlantirish. Maqolada Aqlayli davlati turk sarxillariga nima uchun shuncha kuchli ta'sir ko'rsatganligi ustida to'xtalib, uning sababi Finlandiyaning tutgan yo'li taraqqiyotning universal modelini ko'rsatib berganligini tilga oladi. Bu jihatda u yo'lning ta'siri allaqachon Finlandiya doirasidan halqib ketgan bo'lib, mushu nuqta Turkiyaning dunyo ziyolilar chambaraklari ichida nupuzga erishishiga zo'r yordam qilgan. Uyg'ur faoliyatchilar Petrovning bir kichik millatning qanday qilib mustaqillikka erisha oladiganligi haqidagi nazariyasidan foydalanib, dunyo jamoati oson qabul qila oladigan tushunchalarni vujudga keltira oladi. Uyg'ur davosini erkinlik, madaniyat jihatda o'zini saqlab qolish va o'zini taraqqiy qildirish yo'lidagi universal prinsiplarga mos keladigan kurash ekanlik shaklda tasvirlab, Uyg'urlar chet el hukumatlari, hukumatsiz tashkilotlar va har xil diasporalarning yordamini o'ziga jalb qilib, xalqaro jamoatga bildirish va xalqaro jamoatning jazolarini keltirib chiqarish orqali Xitoyga besim ishlata oladi. 5. Taraqqiyot haqidagi uzun muddatlik tasavvur. Maqolada Petrovning intizomchan kollektivizmlik taraqqiyot tasavvurining necha 10 yil jarayonida Turkiya siyosatiga kuchli ta'sir ko'rsatganligi ta'kidlangan. Bu uzun muddatlik usul Turkiyaning Osmanlı imperiyasi o'rlagandan keyingi milliy kimlik barpo qilish ishlariga zo'r darajada yordam qildi. Uyg'urlar diqqatini uzungacha davomlashtira oladigan taraqqiyot, mustaqil iqtisodiy kuchi va madaniyatdagi gullanishga markazlashtirib, vatanni Xitoy bosqinchilarining qo'lidan ozod qilish haqidagi bir uzun muddatlik plan yoki uzun muddatlik aqlni vujudga keltira oladi.
hozirgidek zulm ostidami kelgusidagi demokratik institutlar, iqtisodiy modullar va davlat hokimiyati ustida plan tuzish diasporadagi Uyg'ur harakatlarini birlikka keltira oladi va ularda umid paydo qila oladi. Xuddi Finlandiyada isbotlanganidek, bundaq tirishchanliklar orqali erishgili bo'ladigan taraqqiyot yoki ilgirlashning darajasi tadrijiy o'sib mangadi.